أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz, muhtaram o'quvchilar, biz oldingi darsimizda shubhat haqida, ya'ni shubhilik bo'lgan mayli yemak ichmak, halol harom bo'lsin, bu haqda qisqagina darsimizning oxirisida to'xtalgan edik. Bugun darsimizning umumatan hammasi bu shubhat haqida bo'ladi. Oldingi darsimizni qisqa takrorlab o'tmoqchi. Yuqorida harom qilingan ishlar haqida to'xtalib kelgan edik. Oldingi darslarimizda bu haram qilingan ishlardan keyin tartibda shubhat keladi. Shubhat degan nima desa, uning hukmini halolmi, harommi, qilishga tegishli ishmi yoki qilishga tegishli ish emasmi, buning doirasini aniq bilinmaydigan ko'pincha kishilar onun halal haramlıqda şübhülünüp qalıdığan bundaq narsalarni şubhat deymiz. Bu keskin haramga o'xshash emas. Shuning uchun ijtihad ahli bo'lgan mujtahidlar, fuqaholar, ummatga yetakchilik qilish saviyasiga yetgan kishilar dalil orqali şubhatning mayli halol tarafini yoki harom tarafini tutgan bo'lsa, u kishining boshqa kishilarning vasvasalari yoki keltirgan dalillari orqali o'zining maydoni va tutgan hukmidan voz kechib qilishi to'g'ri emas. Chunki har bir odam o'zining tirishchanligi, izdenişi, haqiqatni yaqinlab menishi bilan Allohga qulchilik qiladi. Agar ular xato ketgan bo'lsa-mu, ajri bor. Ammo agishadigan omma bo'lib qolsa, ilmsiz ya ilmi bo'lgan taqdirdami u oyat, hadis va salaf solihlarning sahabalarning sözleri orqali halal haramlıqni aniq bükutenmaydigan bundaq bir kishilar bo'lib qolsa, cho'qim ular o'zi ishonchi qiladigan taqvoligi, diyonati, ilm iqtidori va ishonchi qiladigan kishilarga ergishish lozim. Bu haqda shubhalik haqda Payg'ambar alayhissalatu vassalamning innal halala bayyin vel harama bayyin, halalmi uçuk, harammi uçuk, ikkisining orasida shibhilik, halal haramga o'xshaydigan shibhilik narsalar bor, uning hukmini nurg'un insonlar bilmaydi deb, shu shibhilik ishlardan saqlangan kishining dini ve obro'yini, dinini saqlab qolishi, haromdan saqlab qoldi. Obro'yini saqlab qolishi, bu adam dinida taqvo emas ekan, dinida haqiqiy chin to'maydi ekan va bu adam haqni yoqilmaydi ekan degandek manda tuhmat va bo'htonlar qilishdan saqlab qoldi dedik. Alloh taolaning Fas'alu ahle zikri in kuntum la ta'lamun degan oyatlarni so'zlagan. Shu munosabat bilan bu yerga keldik. Ve nasu fi mevqifihim mineşşubahat ciddun muhtelifin. İnsanlar özünün şubhatga bo'lgan ko'z qarashida haqiqatan farqliq.
Bundaq farqliq bo'lishi ularning ko'z qarashining o'xshamasligiga qarab bir tarafdan, tabiatining o'xshamasligiga qarab bir tarafdan, maydonining o'xshamasligiga qarab farzkorlik o'rnidan boshqa buning qarab bir tarafdan. Demak, bu xil nuqtalardan maydon o'xshamaydi. Ba'zanlarning ko'z qarashi har xil bo'ladi. Shuning uchun shubhaga qarta ba'zanlar halol deganni yana ba'zanlar harom deyishi mumkin. Ba'zanlar uni shubhalik emas deganlarga qarta yana ba'zanlarga shubhalik bo'lib qolishi mumkin. İnsanning tabiati o'xshamaydi. Ba'zanlar uni tabiati izzatlik bo'ladi, ularning tabiati xolamaydi, yana boshqalarning tabiati xolaydigan bo'ladi. Meydanı o'xshash. Fahunakal muwaswisuna allazina yabhasuna an'ish shubuhat li'adna mulabasatin hatta yajiduha kallazina yushakkikuna fi az-zaba'ih fi bilad al-gharb li'awha sabab wa yabtarizuna al-ba'ida qariban wa shibha al-mustahil waqi'an wa yazilluna yas'aluna hatta yudayyiqu ala anfusihim ma wasi'a Allahu azza wa jalla. Bunun bir misali, mesela bu yerda addi bir ishlar, munosabatlarning jihatidan shubhalik ishlarni izlaydigan, vasvasik soladigan bunda bir kishilarmi bor. U shubhalik ishlarni topqila. Oddiy bir ishdan shubha izlaydi. Oddiy bir ish qilib shubha chiqaradi. Ya'ni putoq chiqaradi deb qo'ysaqmi bo'ladi. Bu qanda desa, g'arib davlatlarida bo'g'izlangan mallida shakka tashlagan kishilarga o'xshash. Oddiy bir sababning jihatidan, voy bu qanda davlat, qandaq odamlar bu ya, bunda davlatda o'ltirilgan malli qandaq mal o'ltiriladi. Buni bismillah deb o'ltiramdi, bismillah deb o'ltamamdi, musulmon o'ltiramdi yoki boshqa dinsizlar o'ltiramdi. Bunu bir ko'rib baxshimiz kerak deb shak shubhaga tashlaydigan yoki o'ltagan mallini bu malla qo'y bo'lib qolsa boshqa mallaning sutlarini imitilgan, buning yemeklarida boshqa nijis cho'chqininki nimalari bor deganiga o'xshagan masalan. Uning cho'chqininki uzuqliq so'ngaqlarini uzuqliq qiladi, shu uzuqliqdan mal boqadi degandek. Va ular yiroqdan yaqin faraz etadi. Bu bo'lmaydigan, mumkin bo'lmaydigan ishni butqandek, mahalga o'xshaydigan ishni reallikda yuz bergandek faraz etadi. Ular so'raveradi, hatto o'zlariga Allah subhanahu va taolo keng-kengri qilayotgan, ruxsat qilayotgan narsalarni ta qilayotadi. Har bir narsani faraz etib. Bu mal kim o'ltadi? Bismillah dedimi? Musulmonning qo'ldan chiqqan malmi, chiqmagan malmi? Bu malni kim baqqan, nadin akagan? Hatto shu qadarki buni qachilangan bo'lsa, o'rab qachilig'uchining qo'li pokizmi emasmi? Yup qachiladimi, yumay qachiladimi, ya'ni tozalab qachiladimi, tozalamay qachiladimi degandek nurg'ilgan vasvasalarni paydo qiladi. Tamoqxonalarga kiradigan bo'lsak, u tamoqqa ishlatgan may, tozalangan may, uningga ishlatgan tuz, yut qo'shilgan tuz yoki buning go'shi, nadin kelgan go'sh, bunun bu tamoqxonadagi ishlatilgan qochilar, qozonlar musulmonlar uchun ishlatganmi yoki boshqalarga ishlatib, ommaviy ishlatib, bizning qashimizga ma'naviyat tamoq akelgan bo'lsa, uningga boshqa kishilarga, ya'ni dinsizlarga, kofirlarga tamoqni mushu qochida akelgan bo'lsa, uni yuplam akab bersa, biz kofir yegan qochida tamoq yemdik deginidek shubhalarni keltirib, oxirsida hamma ishni shubhali qilib o'ziga jafo qiladi. Allah subhanahu va taolo deydi: "Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukum." Ey mu'minlar,
Sizlar nurg'un narsalarning haqiqati, mohiyatini so'ramanglar. Agar sizlarga uning haqiqati, mohiyati oshkorlansa, u sizlarning ko'nglaringlarni bearam qiladi dedi. Demak, nurg'un narsalarda musulmon ko'z yumg'an yaxshi. Uni so'ramagan yaxshi. So'rasa ish murakkablashib qoladi. Musulmon bundaq inchikilashni talab qilingan emas. Uning oldida tamoqni akagan kishi musulmon kishi bo'lsa, itilgan tamoq islomcha bo'lsa, oldimizga akilingan go'sht halol go'sht bo'lsa, mushuning o'ziga ham kifoyalanish kerak. Masalan, oldimizdagi go'sht qo'y go'shti bo'lsa, kim o'ltadi? Oldi bilan nima deb o'ltadi? Bismillah deb o'ltadimi, o'ltamidimi? Diginiga o'xshagan bunday savollarni so'ramaslik kerak. Va fil hadis allazi rawahu al-Bukhari, Imom Buxoriy Oysha radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bunday savol qilindi. Inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri azakaru ismallahi alayhi am la. Qala sammullohi alayhi va kulu. Haqiqatan bir qavm, bir xalq bizlarga go'sht olib keladi. Biz u kishilarning Allohning ismini u go'shtga deganligini yoki demaganligini uqmaymiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Allah sizlar Allohning ismini u go'shtga atanglar, yanglar dedi. Demak, bu qadar islom bizga kamchilik qildi. Agar bu malni bo'g'izlagan kishi bismillah deb bo'g'izlamaslik ehtimoli bo'lib qolsa, o malning asli halol, qo'y halol, kala halol qolsa, uni biz bismillah deb yesak bo'ladi. Bu qadar. Ammo uni kim o'ltadi? Qandoq o'ltadi? Bismillah dedimi demidimi? Pichoq bilan o'ltadimi? Bo'g'ib o'ltadimi? Bu qadar savol so'rash o musulmonga yarashmaydi. Akhazal Imom Ibn Hazm min hazal hadis qa'ida anna ma ghaba anna la nas'alu anhu. Imom Ibn Hazm bu hadisdan munda bir qoidani olgan. Bizning ko'zimiz bizdan g'oyib bo'lgan narsa, ya'ni biz uning tegini, haqiqatini, mohiyatini o'qimagan narsa, biz uningdan so'ramaymiz degan bir qoidani olgan. Demak, biz uning tegini o'qimadik, mohiyatini o'qimadik bo'lsak, biz uningdan so'ramaymiz. Qarshalamaymiz. Bu bir yaxshi qoida bu. Asli halol bo'lsa, asli halol. İşletilgan, tamoq ishlatilgan butun material asli halol. İşletilgan go'shtlar halol. Mayla halol bo'lsa, bu boshqa o'ltirish sabablik yoki o'ltaguchi sabablik yoki ishlatguchi sabablik halollikdan chiqib ketdimi emasmi? Biz uni so'ramaymiz. وقد روي أن عمر رضي الله عنه مر في طريق فوقع عليه ماء من مزاب وكان معه رفيق فقال هذا الرفيق يا صاحب المزاب ماؤك طاهر أم نجس فقال عمر يا صاحب المزاب لا تخبرنا فقد نهينا عن التكلم. Ve Ömer radıyallahu anh yoldan ötep ketavatdı. O Ömer radıyallahu anh'ın kaşıda bir suçtu. Nudun. Ömer radıyallahu anh'ın kaşıda bir hemrası vardı. Ömer radıyallahu anh bu hemra bunda dedi. Ey Nuh'un igisi, senin suyun pak mı yakin necis mi? Ömer radıyallahu anh, ey Nuh'un igisi, bizge haber verme. Su pak mı, emes mi? Bunun haberini verme bizge. Biz bunda capa, maşakkattin tosaldık. Bu ilk kilovatkan, tayya aldığımızda çuvatkan bu su pak mı, emes mi? Diş, bu tekellüm bu. Capa, maşakkat. Meni su halal, işletiş halal,
su asli pokiza, bu su iqib kelish jarayonida nim bo'ldi. Uning ustiga biror nejis tushib qoldimi, biror nijosat suvga aralashib qoldimi iqib kelish jarayonida, uni so'rmaslik lozim. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أو في المسجد فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sahih bulup rivayet kılındı ki o Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bir adamın şikayeti kılındı. O adam namazda ya mescitte çekide bir nesini tapıtkanda xiyal kıldırıldı iken. Xuddi namaz okuvatkan ya mescid turvatkan çekide tartışınıp ketkendek. Yel arkalık ya ki süydük arkalık tartışınıp ketkendek bir xil xiyal onun kep kalıdı iken. Mana bu şundak bir kişi Peygamber Aleyhisselam'a şikayet kılındı. Bunda bir adam ba. Bunun ahvalı qanday buludu deb. Peygamber Aleyhisselam o kişi avazni anlaganга kadar yoki bir purakni his qilganga kadar namozini buzmusun, mescidden chiqib ketmusun dedi. Demek onun qo'liqi anglagan yoki buni purganga kadar iniq yel yurishdimi yoki bir tamçılıdımı? Bunu iniq bilgenge kadar namazını bozmusun, mescidini çıkartmışsın de Peygamber Aleyhisselam şek bilen, xiyal bilen, bir xil insanın kallıstaki tuygu bilen, hakikat boğan taharet, hakikat boğan namazını bozmaslıkta Resulullah buyurdu. Mana bu hadisten ulmalar ennel yakine la yuzalu bi şekki ve ennehu yu'malu bil asli ve yutrahu şek degan bir qoidani oldi. Bu hadis shu qoidaning asosiy manbasi bo'ldi. Ya'ni iniq bo'lgan ish shak bilan yo'q qilinmaydi. Asliga amal qilinadi, shakni tashlanadi deb bu qoidani oldi. Demak, bir ish iniq bo'lsa, bir odamning tahorat olganligi iniq, işencelik taharet ağalığı bolsa, o azrak bir ko'ngliga kelgan vasvasa yoki ishkilinish, shubhi bilan taharetning yo'qligi bilan hukm qilg'ili bo'lmaydi. Asli bilan hukm qilinadi. Asliga amal qilinadi, shak tashlanadi. Bu vasvasining yıldızını kesib tashlaganlik bu. قد أجاب الرسول الكريم دعوة يهودي وأكل طعامه ولم يسأل أهو حلال أم لا وهل آنيته طاهرة أم لا وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب عليهم مما نسجه الكفار من الثياب والأواني. Peygamber aleyhissalatu vesselam Yahudinin davetine icabet kılıp onun taamını, ekergen taamını yedi. Halal mı? Ya haram mı, kaça pak mı, ya emes mi deb sormadı. O Peygamber Aleyhisselam ashabları kiyim kitdi, işletetti, ulağa kapırlar tokugan kiyim, yasıgan kaçılardan ibaret ekilingen nesini, şu kapırların ki tokugan kiyimleri ve yasıgan kaçılarını Medine'ye ekilinse onu kiyimini kitti, işletetti. Ve kanu fil magazi olcu ganimette ulağı düşken kaça kiyim kiçeleklerini ülüşep onu işletetti. Ve sahha ennehum ista'malul ma'a min mezade o sahabalardan sahih bulab rivayet kılındı ki o sahabalar bir müşrik ayalının sudandaki sunu işletken de sahih bulab geldi. Demek bu müşrik ayal bu harak içip boğandakin içken sumu yoki qochishni yumay olgan sumu
yoki bu suvdonga uning oldida bir aroq qachilab qo'ygan suvdonmi buni so'rmidi, suni ishlatdi. Demak, mana bu kiyimlarni pokizmi, emasmi, ya ishlatgan qachila, pak qachilimi, emasmi demidi. Uni yuvatdi, qachilarni yuvatdi, kiyimlarni yuvmidi, uni to'qigan, uni yasigan va uni ishlab chiqargan narsalarni ishlatdi bular. Va fi muqobil man ajaz zalik, shuningga ruxsat qilgan kishilarning qarshisida chingitgan kishilarmi tepilindi. Dalil talab qilib, bima sahha anin nabiy sallallohu alayhi va sallam annahu su'ila an aniyat ahli al-kitab. Payg'ambar alayhissalatu vassalamdan sahih bo'lib kelgan hadis bilan o payg'ambar alayhissalamdan cho'chqi go'shini yeydigan, aroq ichadigan ahli kitobning qachilar to'g'riliq. Buni ishlatamdimi, ishlatmamdimi deb. Payg'ambarim, agar uningdan boshqa qachi topolmasanglar, uni suv bilan yuvitinglar, ondan keyin o qachida tamoq yenglar degan. Masha hadisni dalil qilib turib, ani Rasululloh oldi bilan boshqa qachi izdanglar dedi. Boshqa qachi topolmagan chig'inglarda o qachini yuvinglar, pokizalanglar, ondan tamoq yenglar degan musha hadisni asos qildi. Bu hadisni dalil qilib turib chingitganlarmi bor. Shuning uchun aniqlaymiz, tekshirimiz, asli yemaslik, asli ishlatmaslik, asli qo'llanmaslik, ammo uningdan boshqasi tepilmaganda uni pokizalash, uni yuvitish, uningdan keyin ishlatish deganni dalil qilib turib tekshirimiz, aniqlaymiz, so'raymiz deganlar bo'ldi. قد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المهضة والحرام المحزة. İmam Ahmed şübhini, o şübhi degen halal bilen haram o'ttirishdagi bir o'rin, martaba deb tafsir qildi. Yani sap halal bilen sap haram o'ttirishdagi bir o'rin. %100 halal, %100 haramning o'ttirishdagi bir o'rin. İkkiliski ihtimalligi bor deb tushundirdi. Ve men ittaqaha faqad istabra'a li dinihi. Kim şübheden saqlansa, qaçsa, o kişi özünün dinini saqlab qaldı, pokiza saqlab qaldı. Dinde şübhege kirib qolmadi dedi. Ve onu bir qitim halalning haromga orilishi bilan deb tushundirganlar. Şübhelik degan halal haram aralashib ketgan narsa. Qolilijaqmi, haramijaqmi? Halal taraf ortiqmi yoki haram taraf ortiqmi? Uni qilib bo'lmaydigan, ammo halal va haram aralashib ketgan narsaning o'zi bu shubhalik deb tushundirsa, bir tarafdan halal bilan haramning orasida qolgan bir o'rin deb tushundirgan. Ana Allama ibn Rajab bunda deydi. ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط. İbn Rajab bunda, Allama İbn Rajab bunda dedi. Bunun asasen yukarıdaki şübhe degen halal bilen haramning bir-biriga aralashib ketganligi şübhe deganga asasen uning melida halalmi bor, harommi bor, aralashib ketgan. Bu kishiga muomala qilish shaqlab chiqadi. Bir adamning halal, haram meli var. Halaldan mı tepiqliq, haramdan mı tepiqliq? Halalni mi aralashtirdi, haramni mi aralashtirdi? Melda hammasi bor. Bunda adamga qanday muomala qilamiz degan bu haqda, agar uning melining ko'pi haram bo'lsa, Imom Ahmad bunda dedi: "Yanbaghi ay yajtaniba illa an yakuna shay'an yasir." O kişiden yoki o maldan saqlanishga tegishlik, faqat o haram az bo'lsa yoki bilinmaydigan narsa bo'lib qolsa, uningdan saqlanishga bo'lmaganligi uchun, mumkin bo'lmaganligi uchun bo'ladi. Bo'lmasa uning melidan saqlanish kerak dedi. Vaqtalafa ashabuna hal huwa
makruhun ev muharram. Bizning ashablarimiz ixtiloflashib, u makruh mu yoki harom mu deb ixtiloflashdi. Ikki yo'lga. Ba'zanlar makruh, ba'zanlar harom. Ve in kana aksaru malihi al-halal jazat muamalatuhu wal-aklu min malihi. Agar unda kishining melininki ko'pinchisi halol bo'lsa, unda kishi bilan muomala qilish durust va uning melidan yeyish durust. Uni bilan ilm birim qilish, savdo-sotiq qilish durust, meldan yeyish durust. Bunda fatvo berganligi bor. وقد روى الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان لا بأس بها ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام. Haris Ali radhiyallahu anhu'dan munda rivoyat qildi. Ali munda dedi, shu podshohlarning mukofotlari haqida. Uni chataq yo'q. Podshoh mukofot bersa, podshohning bergan mukofotlarida chataq yo'q. Olsangiz bo'laverdi, ishlasangiz bo'laverdi. Demak, podshoh bergan hukumat bergan narsalar bo'lib qolsa va qilgan yordamlari bo'lib qolsa, madam u yordamning badali din, aqida, islomiy qimmat bo'lmay qolsa, uning badali bo'lmay qolib qolsa, faqat o'zimizning fuqarosi sifatida, o'zimizning bir kishilik vatandoshlik sifatida degan asosda berib qolsa, hammaga barobar u vaqtda uni olsa hech bir masala yo'q. Sizga bergan narsa haloldan ko'proqdir, sizga bergan narsadan haromdan ko'pdir. O sizga bergan narsaning haloli sizga bergan narsaning haromidan ko'p. Payg'ambar alayhisolatu vasallam va uning ashablari mushriklar bilan muomala qilardi, ahli kitob bilan muomala qilardi. O mushrik o payg'ambar ashablarning ashablar bo'lib, u mushriklar haromdan saqlanmaydiganligini bilib yine muomala qiladi. Shuning uchun bunda haqda halol haromligi aniq bo'lmagan, orasida halol harom olishib ketgan bunda amalda agar haromligi ko'p deyilganligi aniq bo'lsa, muomala qilish to'g'ri emas. Haromli halollik halol tarafi ko'p deyilsa, uni muomala qilish durust. Va in ishtabaha al-amru fa huwa shubha. Agar ish shubhalik bo'lib qolsa, uni uquli bo'lmadi. Halol tarafi ko'pmi, harom tarafi ko'pmi? Bu uquli bo'lmasa, u shubhalik bo'ladi. Taqvolik uni tashlash. Sufyan munda dedi. Menga unda kishi bilan muomala qilish yoqmaydi. Uni tashlaganlik menga bakroq yoqadi. İmam Zuhri bilan Makul la ba'sa yu'kala minhu ma lam yu'raf annahu haramun bi'aynihi fa in ya'lam fi malihi haram bi'aynihi ولكنه علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه نص عليه أحمد في رواية حنبل. İmam Zuhri bilan İmam Makul munda dedi. O kişinin melden yiyilinse mesele yok, çatak yok. Madam o kişi o yiyen malının haramlıkını bilmese, şu yiyen malının özünün haramlıkını bilmey kalsa, onundan yiyilgenlik olan çatak yok. Eğer onun melde muayyen haramının balıkını bilse, lekin o kişi bu malda şübhünün balıkını bilipti, bunda olsa, onundan yiyiş bilen hiç kandak bir mesele yok. Bununla İmam Ahmed mi bir rivayet, Hanbalning rivayetida uçuk so'zlagan bununla. Bir odamning melida, uning melida haromning balığı aniq. Lekin shu kishi yegan tamoqning o'zi harom bo'lmasa, shuning o'zi muayyan harom bo'lmasa, uningdan yeb qolsa bo'laveradi. Tahi yemese, urug' tuqqanchilik munosabat uziladigan, qo'lin qo'shnidochilik yiriklashadigan, do'stlik tugishadigan, odamgarchilikka tuhmat qilishadigan, bunda bo'lib qolsa yesi bo'laveradi. Chunki u kishi yegini halolni yegini bo'ladi. Halolni yegan bo'ladi. O topgan kishi haromning javobini o'zi beradi.
وذهب إسحاق بن راويه إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مما يقضي من الربا والقمار نقله عنه ابن منصور. إسحاق بن راوih Abdullah ibn Mas'ud, Salman ve o ikisining boshqasidan rivoyat qilingan ruxsat deb rivoyat qilingan qarashga bo'lgan. Ve Hasan ibn Sirin'den rivoyat qilingan jazana qimardan elingan narsadan erishning mubahligiga bağlan. Bu sözünü Hasan'dan İbn Mansur nakl kılgan. Ve kâlel İmam Ahmed fil mâlil müştebih halâluhu bihrâmi. İmam Ahmed halili haramga o'xshib qoladigan shibilik malda munda dedi. Eğer mal ko'p bo'lsa, u maldan haramning miqdori chiqarib o'tilib, qolgani ishlatiladi. Eğer mal az bo'lsa, o malning hammasi saqlanadi degan İmam Ahmedning qarashi. Halal bilan haram elishib qolgan mal jiqlab qolsa, 30% haram elishib qoldi yoki 40% haram elishib qoldi deyilganda, shu 30-40% haramning miqdorini chiqarib o'tib, qolgani ishlatiladi. Eğer az ekan, halal bilan haram elishib qoldi az, onu ayırıyımız desek, ayrılığı bo'lmaydigan bo'lib qolsa, hammasidan saqlanadi. Bunda bo'lishi çünkü az, li'annal qalil, çünkü az narsa, agar o az narsadan ma'lum bir narsani iste'mol qilganda, o kishi o az narsadan iste'mol qilish bilan haromdan salomat qilishdan yiroq bo'lib qoladi. Ko'pninki xilofi bilan. O az narsani iste'mol qilsa, o az narsani iste'mol qilish bilan haromdan saqlanib qolishdan yiroq bo'ladi. Ko'pning xilofi bilan. Ve min ashabina man hamala zalik ala al-wari' dun at-tahrim. Bizning ashablarimizdan ba'zilar buni farzkorlikka yuklaganligi va harom qilmasdan. Agar az bo'lib qolsa-mu, bu az narsani iste'mol qilsa, o buludu deganlik. Ama bo'lmaydi deganlik bu taqvolikqa asos qo'ygan. Harom degan gap emas. Ve abahat tasarrufa fil qalil vel kasir ba'da ikhraj qadr al haram minhu. Azda ve ko'pda, azda bo'lsin, ko'pda bo'lsin, uningdan haromning miqdorini chiqarayotgandan keyin ishlatish mubah. Bu Hanefilerning ve ulardan başka fuqahalarning so'zi. Ve bunu ve ahaza bihi qavmun bu xil qarashni ahli taqvo bo'lgan, ahli taqvo, farzkor, muttaqi deb atalganlardan bir qavm bu masalani oldi. Ularning jumlasidan Bishrul Hafi. Mana bularmi? Haramning miqdori elishib qolgan mal bo'lib qolsa, ashu elishib qolgan malda haramning miqdorini chiqarib atgandan az bo'lsin, ko'p bo'lsin, buni ishlasi durust. Hech qanday bir masala yo'q. Buni Imom Abu Hanifa va ulardan boshqa ulamolar bu haqda fatvo bergan va hattoki buni taqvo, muttaqi deb atalgan ahli farzkorlimi Bishrul Hafida bu qarashni tutqi qilgan. وَرَخَّسَ قَوْمٌ مِنَ السَّلَفِ فِي الْأَكْلِ مِمَّنْ يُعْلَمُ فِي مَالِهِ حَرَامٌ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ الْحَرَامِ بِعَيْنِهِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ مَكْهُولٍ وَالزُّهْرِي. Bir kavm salaflidan uning melida haramning borligi bo'lingan kishining melini yeyishga ruxsat qilgan. Madamiki o kishi o yiyilingan malning o'zining muayyan haram ekanligini bilmay qolsa, xuddi bu İmam Makhul ve Zuhriy'den
rivoyat qilinib o'tab ketganiga o'xshagan. Va buning o'xshi Fuzayl ibn Iyazdanmi rivoyat qilinib o'tab ketdi. Mana bu ulamalar Fuzayl ibn Iyaz bo'lsin, Zuhri Makullah bo'lsin, bu ulamalar salaflardan bo'lganlar bo'lsin, melida haram baliqi bilingan kishiningmi meldan yesa, tamoq etib akasa yoki usulukka akasa yesa bo'ladi deb ruxsat qildi. Madam shu yeganning o'zi harom bo'lmay qolib qolsa, haromni tepib shu odamga qasddan yegizish maqsad qilinmasa, bu bo'ladi. Va ruya fi zalika asarun an salaf. Bu haqda salaflardan asarlar rivoyat qilindi. Fasahha an ibn Mas'ud annahu su'ila amman lahu jarun ya'kulu riba alaniya wa la yataharraju min malin khabisin ya'khuzu yad'uhu ila ta'amin qala ajibuhu fa innamal muhanni'u lakum wal wizru alayhi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhudan sahih bo'lib bunda rivoyat kelgan. O Abdullah ibn Mas'uddan sual qilindi. Ininga jazonini uchuqdan uchuq yeydigan, nijis, haram maldan saqlanmaydigan, ehtiyot qilmaydigan, uni oladigan, uni taomga chaqiradigan bir qo'shni to'g'riliq sual qilindi. Abdullah ibn Mas'ud o qo'shnining chaqirig'iga ijobat qilinglar dedi. Jazonini uch qashqar yeydigan, haram kap qasimi ehtiyot qilmay, qochmay oladigan, haram bilan shug'ullanadigan bir qo'shni bo'lib qolsa, o taomga chaqirib, qo'shnidochilik qilib qolsa, uningga ijobat qilinglar. Ma'quldanglar dedi. Voy bu haram yeydigan qo'shni, haram pul topadi, haram tijorat qiladi, buning topgan pullari haram, yigilib olmaydi, bunda odam bilan bodikalda qilsak bo'lmaydi demadi. Onunga ma'quldanglar. Faqat sinishligi siliga gunohi onunga dedi. Rivoyatda o Abdullah ibn Mas'ud munda degan la a'lamu lahu shay'an illa khabis aw haram. Men o qo'shnamning hech qandaq bir halol narsani bilmayman. Faqat nijis yoki haromlarini bilaman. O qo'shnam asas halol bir narsa topmaydi. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud ajibuhu ijobat qilaveringlar dedi. Qo'shnilarchilik haqqi yomon. Demak, mana bu hadislar biz musulmonlarga yo'limizni yuritib turadi. Qo'shnilarimiz, ota-onalarimiz agar uning bilan halol, haromdan topgan yoki harom bilan shug'ullangan bo'lib qolsa, u qo'shnidochilik yuzini chaqirib qolib qolsa, yaveringlar. Ammo rohatlangudek, huzurlangudek yoki uningdan bir to'yingudek emas, azroq miqdori yanglar. Faqat sahhahal Imam Ahmad haza an ibn Mas'ud. Imam Ahmad buni Abdullah ibn Mas'uddan rivoyat qilingan deb sahih dedi. Lekin o Imam Ahmad Abdullah ibn Abbasqa uningdan rivoyat qilingan bir hadis bilan qarishtirib munda dedi. Al ismu havvazul qulub. Gunoh degan qalbni azoblaydigan ishlar gunoh dedi. Qalbni azoblaydigan, qalbni siqadigan ishlar gunoh dedi. Her halda fa in fal umurul mushtabiha allati la yatabayyan annaha halalun wa la haram li kaseerin minan nas. Her halda shibilik ishlar degan shibilik ishlar o halal veya ki haram ekanlik aniq bo'lmagan, nurg'un odamlik aniq bo'lmagan ishlar. Onun bilan Peygamber aleyhissalatu vesselam xabar berganidek. Hatta tabayyanu li ba'din nas annaha halalun aw haram. Bazı insanlarga o shibilik ishlar halal yoki haromligi aniq ishqori bo'ladi. Chunki uning qishda shuningga qarta ortiq bir ilm bor. Peygamber aleyhissalamning so'zi dalolat qiladi. Bu shibilik ishlar
insonlardan ba'zanlar o shubhalik ishni biladi, ko'pinchisi uningdan uni bilmaydi deganga dalolat qildi. Uni bilmaydiganlarning ichiga ikki turli kishi kirib ketdi. Ahaduhuma man yatawaqqafu fiha ishtibahi alayhi. İkisining biri o ishlarda, shubhalik ishlarda to'xtab turadigan kishi. O ishlar uningga shubhalik bo'lganlik uchun halolmi demay, harommi demay to'xtab turadigan kishilar bor. İkincisi o men ya'taqiduha ala g'ayri ma hiya alayhi. Shubhalik ishlarni, o shubhalik ishlar uning ustiga bo'lgan narsadan bilakki e'tiqod qiladigan, o'ylaydigan kishilar bor. O payg'ambarimning so'zi shuningga dalolat qildiki, bunda kishilar Mavladan boshqasi uni biladi deganga dalolat qildi. O payg'ambarimning maqsadi annahu ya'lamuha ala ma hiya alayhi fi nafs al-amr min tahlil aw tahrim. Payg'ambarimning maqsadi u kishi uni biladi, shubhalik ishlarni biladi. Shubhalik ishlar uning ustiga bo'lgan narsaga amaliyotda halol yoki haromlikdan uning ustiga bo'lgan narsaga biladi dedi. Mana bu dalillarning eng oshkorisidan Alloh subhanahu va taoloning qashida to'g'rini topgan kishi halol masalalarda iningda ixtiloflashilgan shubhalik harom ishlarda to'g'rini topgan kishi Allohning qashida bir. Uningdan boshqasi uni bilmaydi. Ya'ni u Allohningki uningdagi hukmini amaliyotda to'g'rini topolmagan kishi. Garchi u kishi uningda bir e'tiqod qilsa-mu, u kishi u e'tiqodda bir shubhaga asoslangan. Uni gumon deb o'ylab shubhaga asoslanib bir e'tiqod qilsa-mu, Allohning hukmini to'g'ri topolmagan deganni uqtirdi. Va yakunu ma'juran ala ijtihadihi va maghfuran lahu khata'uhu li'adami i'timadihi. Bu kishi ijtihodiga asosan ajr beriladi va u kishining gunohi kechirim, uni kishining xatoligi kechirim qilinadi. O xatolikka tayini bo'lmaganligi uchun. Payg'ambar alayhisolamning famanit taqashshubahat faqat istabra alidinihi va arzihi. Shubhatdan saqlangan kishi o'zining dinini va obro'ini pok saqlab qoldi. Shubhatga tushgan kishi haromga tushib qoldi degan insonlarni shubhalik ishladi ikki turga bo'ldi payg'ambarim. Va haza innama huwa bin-nisba ila man hiya mushtabihatun alayhi va huwa man la ya'lamuha. Bu taqsim, ya'ni bu bo'lash, faqatlam o bo'lash uningga shubhalik bo'lib qolgan kishilarga nisbatan, u ishlar uningga shubhalik bo'lgan kishilarga nisbatan. U kim? U shubhalik ishni bilmaydigan kishi. Buningga nisbatan ikkiga bo'lindi. Ammo u shubhalik ishlarni biladigan, uning ilmi dalolat qilgan narsaga agashgan, shubhalik ishlarda agashgan kishi, bu uchinchi qism. Uni payg'ambar alayhisalom tilga olmadi, uning hukmi aniq bo'lg'achqa. Mana bu qism 3 qismning afzali. Chunki Allohning hukmini bildi, ma'ush insonlarga shubhalik bo'lgan ishda Allohning hukmini bildi va u o'zining ilmiga agashdi bu haqdagi. Ammo Allohning hukmini o shubhalik ishda bilmagan kishilar ana ikki turli. Demak, payg'ambar alayhisolamning bu so'zidan 3 turlik bo'ladi insonlar demakchi. Ya'ni shubhalik ishda insonlar ikkiga bo'linadi. Biri biladiğini bilen 3 turga bo'linadi. Ammo ikkisining birisi bu shubhatdan saqlanayotgan kishi va o shubhalik ishlar u odamga shubhalik bo'lganlik uchun saqlanayotgan kishi va bu o'zining dinini, obro'ini pok saqlab qoldi. Istabra degan bu so'zning arab tilidagi ma'nosi talabal baro'ata lidinihi va irzihi min an-naqs va shayn degan bo'ldi. O'z diniga, obro'ga kamchilik va ayibdan poklikni talab qildi. Diniga kamchilik, ayiblikdan poklikni, obro'ga kamchilik, ayiblikdan poklikni talab qildi degan ma'noda. Mana buningda obro'ga poklikni talab qilish maqtalayotganligiga dalil bor. Diniga poklikni talab qilganga o'xshash. İnson o'zining obro'ning pok bo'lishini, inovatining sop yaxshi saqlanishini talab qilish lozim. Shuning uchun annama waqiya bihil mar'u irzahu fa huwa sadaqa degan deb kelgan. Uning bilan inson o'zining obro'ini saqlagan narsa o sadaqa degan.
İkinci kısmısı şubhatga çıqatqanlar. O şubhatning o kishiga shubhalik bo'lishi bilan. Amma famma man ata shay'an mimma yazunnuhu an-nas shubha li'ilmihi bi annahu halalun fi nafsi al-amr fala haraja alayhi min Allah fi zalik. Amma bir narsaga kelgan kishi, ya'ni uni insonlar shubhalik deb o'ylayotgan ishlardan bir ishni qilgan kishi, u kishi uning amaliyotda halol deb bilganligi uchun insonlar uni shubhalik deb o'ylagan ishdan bir ishni qilgan kishi, bunda kishiga Alloh subhanahu va taolodan bu ishda gunoh yo'q dedi. Odamlar shubhalik deb o'ylagan bo'lsa-mu, ammo u odam uni shubhalik emas, halol deb bilganligi uchun uni qilib solgan bo'lsa, bunda odam gunoh yo'q. Lekin insonlarning u odamga shu orqali ayblashidan ansilsa, bu kishining uni tark etganligi shu vaqtda o'zining obro'yini pok saqlab qolish uchun tark etganligi u yaxshi. Odam kishilar o'qimaganligi uchun kishilarning qarshida bu odam shubhalik ishga chiqib qolgan, shubhalik ishni qilgan bo'lib qilib obro'ni to'kilib ketishdan saqlanish uchun uni tark etganligi yaxshi bo'ladi. Buni bu payg'ambar alayhisolatu vasallam deganidek, o payg'ambar alayhisolatu vasallamning Safiya bilan billa tug'anliqni ko'rgan kishiga innaha Safiya bintu Huyay. Bu Safiya Huyayning qizi, mening ayolim dedi Rasululloh. Bir akşam Rasululloh Safiya bilan billa turibdi. Qorong'ulikda ikki kishi o'tdi. Rasululloh ikki kishini "Ey, kelinglar" deb qaytirib akilib, "Mana bu mening ayolim" dedi. Chunki uqtirib atmasa balkim Rasululloh bir ayol bilan turibgan, bir xotin bilan gaplashib turdi ekan deb bir shubha bo'lib qoladi-da. Shuning uchun Rasululloh bu yerda o'zining obro'ini saqlash uchun bu mening ayolim deyapti. Anas roziyallohu anhu jumaga chiqdi. Odamlarning namoz o'qigan va yeniyotganligini ko'rib hayo qildi. Ve bir o'ringa kirdi. Uni insonlar u yerda ko'rmaydigan bir o'ringa kirib oldi. Va dedi: "Men la yastahi minan nas, la yastahi min Allah." İnsanlardan hayo qilmagan kishi Allohdan hayo qilmaydi dedi. Namozga chiqib, jumaga chiqqan chaqda kishilarning namozini o'qib, yonganligini ko'rgan. Yonganligini ko'rib, nomus qildi. Ulguranmaganligidan nomus qilib, endi yeniyotgan chaqimda meni kishilar bir ko'rib qolmasin namozga ulguranmaganligimni deb bir o'ringa kirib oldi. Kirib olgandan keyin bu Allah nima uchun odamlardan xijil bo'ldi ekanmas deganda, Allohdan xijil bo'lmagan, insonlardan xijil bo'lmagan kishi Allohdan xijil bo'lmaydi dedi. Agar u kishi bu shubhalik ishqa kapti, shuni qildi, u kishi uni halol deb e'tiqod qilganlik uchun. Bunda halol deb e'tiqod qilish ya bir yo'lliq ijtihodi yoki durust yo'lliq bo'lgan taqlid agashganligi sababli halol deb e'tiqod qilib kapti va u kishi e'tiqodini xato bo'lib ketibdi. Bunda bo'lsa buning hukmi uning oldidagi kishining hukmi bilan o'xshash bo'ladi. Ya'ni halol deb bilgan ammo insonlar shubhalik deb o'ylagan bo'lsa-mu, u halol deb bilganligi uchun uni qilgan kishining qatorida bo'lib, uning gunohkor bo'lmaydi. Agar ijtihodi zaif bo'lsa yoki taqlidi to'g'ri bo'lmasa, unda uni qilishga faqat havoyi havisiga agishlam undigan bo'lsa, buning hukmu man atahu o'sha shubhalik ishqa, uning shubhalik u ish u odamga shubhalik bo'lsa-mu, qilgan kishining hukmiday bo'ladi. Shubhalik ishqa shubhalikligini bilib turib qilgan odamning hukmidek bo'ladi. Endi vallazi yati shubhat ma'a ishtibahiha alay, shubhalik ishlarga kelgan kishi, u shubhalik ish u odamga shubhalik turib kelgan kishi, mana bu vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u odam haromga uchib qoldi deb xabar bergan kishi bo'ladi. Buni ikki ma'no bilan tushuntiriladi. Uning biri
bu adam ennehu yekun irtikabuhu liş-şübhe ma'a i'tikadihi enneha şübhe zari'a ila i'tikabihi'l haram ellezî ya'taqidu ennehu haram bit-tecriz ve't-tesamuh. Yani bu ikki xil haramga tushib qoldi degan so'z ikki xil ma'noda tushuntiriladi. Uning biri bu adamningki shubhini ishlashi, şu adam shubhilik ishni shubhilik deb turib e'tiqod qilib turib shubhilik ishni qilishi o adamning haromni qilishiga vosita bo'lib qoladi. Ya'ni harom deb e'tiqod qilgan haromni ishlashiga vosita bo'ladi. Asta kang qo'saqliq bilan shuni qilishga vosita bo'lib qoladi. Shubhilik ishni ishlab oxirida haromni ishlashga vosita bo'ladi. Bir rivoyatda sahihayda bu hadisga va man ijtara ala ma yashukku fihi min al-ismi aw shaka ay yuwaqi'a mastabana deb hadis baya. Qanday bir kishi uningda ya'ni shaklangan bir ishga, gunohga tushib qolsa, shu shaklangan gunohga tushib qolsa, u odam aniq bo'lgan gunohga tushib qolishga yaqin bo'ladi. Shaklangan shubhali gunohga tushib qolgan kishi aniq bo'lgan gunohga, ya'ni haromga tushib qolishga yaqin bo'ladi. Ikkinchi ma'nosi anna man aqdama ala ma huwa mushtabihun indahu. Ikkinchi ma'nosi u kishining qarshida shubhalik bo'lgan narsaga, shubhalik bo'lgan ishga qadam bosgan kishi uqmay, halalmi yo harommi buni uqmay, shubhalik bo'lib qolgan ishga qadam bosgan kishi, u kishi u ishning amaliyotda harom bo'lib qilishlikdan xotirjam bo'lolmaydi. Natijada u odam harom bilan uchrashib qoladi. U bilmay, uning haromligini bilmay, harom bilan uchrashib qoladi. Bundan saqlanib olmaydi. Yani şu halalmi harammi buni uqmagan, bilmaydigan shubhalik ishga qadam bosgan odam ya haram ishga tushib qolishdan xotirjam bo'lolmaydi, natijada haram ishni qilib qoladi. Vallohu azza va jalla hama hazihil muharramat, Alloh taolo bu haram qilingan ishlarni, Allah subhanahu va taolo bu haram qilingan ishlarni chegara bilan qo'g'didi. Bandalarni buningga yaqin kelishdan to'sdi va uni hudud o'zining chek-chegaralari deb atadi. Va chegaraning atrofida va uningga yaqin mol boqqan kishilarni chegaraga kirib qilish va chegarada o'tlab qilishga loyiq deb qildi. Shuningdek, haloldan axlab o'tgan, shubhaga tushgan kishimi u haromga bak yiqilishib qoldi. Bundaq odam sap haromga aralashib qilish va uningga tushib qilishga loyiq. Fama axlaqahu degan bu nima? Fama axlaqahu bi an yukhalita al-haram al-mihza va yaqa fihi degan fe'li ta'ajjub. Shunga bakmi loyiq degan bundaq odam sap haromga tushib qilish, aralashib qilish va uningga tushib qilishga loyiq. Buningda ishorat bor, haram ishlardan yiroq turishga tegishli ekanligiga ishorat bor. Inson o'zi bilan harom orasida bir to'salg'ini qilishga ishorat bor. وقد خرج الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. İmam Tirmizi İbn Majah Abdullah ibn Yazidning hadisidan chiqadi, Payg'ambar alayhisolamdan rivoyat qilib, Payg'ambar bunday dedi: "İnson muttaqilardan bo'lishga yetemaydi, toki o inson uningda hech qanday bir masala yo'q ishini tashlig'uchilik, uningda bir masala bor ishga tushib qilishdan qo'rqib tashlamag'uchilik muttaqi bo'lolmaydi" dedi. Yana bu darda bunday dedi: "Tamamut taqvo ayyattaqiyallohal abdu" dedi. To'liq taqvolik degan Alloh subhanahu va taolodan bandaning taqvolik qilishi, hatto u banda Alloh taolodan zarra ig'irligidan taqvolik qilgan. Hattoki u banda halol deb qaragan narsaning ba'zini tashlaydi, harom bo'lib qilishlikdan qo'rqib. O'zi bilan haromning o'rtasida bir hijob qilishligi uchun harom bo'lib qolarmi shu narsa deb qo'rqib, halolning ba'zini tashlaydi dedi.
وقال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. İmam Hasan bunda dediler. Muttaqilardagi taqvolik davomliq tudi, hamisha bo'lib tudi, toki ular nurg'unlagan halolni tashladi, haromdan qo'rqab. Halolni tashlagan ular haromdan qo'rqab. Chunki ular nurg'unlagan halolni tashladi, haromdan qo'rqab. Bunda qilganlik uchun muttaqidagi taqvolik tug'an. Haromdan taqvolik qilaman emas, haromdan qo'rqib, haloldan taqvolik, haloldan jiq narsalarni tashlagan kishi da'al muttaqilik turadi. Qala Savri innama summul muttaqin li'annahum ittaqaw ma la yuttaqa. İmam Savri muttaqilini muttaqi deb ataldi, chunki muttaqilar saqlanishga tegishli bo'lmagan narsalardan saqlandi ya ular. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilindi, u munda dedi: "Men o'zim bilan haromning o'ttirsda haloldan bir pardini qo'yman, qo'yashni yaxshi ko'raman, u pardini besib etmayman" dedi. Maymun ibn Mihron munda dedi: "Bir insonga halol sab bo'lmaydi, ta u odam o'zi bilan haromning o'ttirsda haloldan bir to'salg'ini qilmasa, bir odamga halol sab bo'lmaydi." Sufyan ibn Uyaynimi la yusibu abdun haqiqatal iman hatta yaj'ala baynahu va baynal haram hajizan min al halal. Sufyan ibn Uyaynimi munda dedi: "Bir inson iymonning haqiqatiga o'zi bilan haromning o'ttirisida haloldan bo'lgan bir to'salg'ini qilmaganga qadar gunohni va u gunohga o'xshaydigan ishlarni tashlamaganga qadar iymonning haqiqatiga yetolmaydi." Demak, muttaqilik bu, taqvolik bu. Ve huna yenbaghi en yuamala kullu insan fi hudud mertebeti. Mana bu yerda her bir inson o'zining martabasi doirasida muomala qilishga tegishlik. İnsanlardan ba'zilar bor, uningga shubhat qo'shib qolganligi inkor qilinmaydi. Bunday kishilar bor, chunki u haromga petib ketgan, balkim haromning cho'nglarida petib ketganlar bor. Xudo Alloh saqlasin. Shuningdek shubhumi o'zining shar'iy martabasida qab qilishi lozim. Uni biz ochiqdan ochiq harom martabasiga ko'tarib olsak bo'lmaydi, yoki aniq keskin harom martabasiga ko'tarib olsak bo'lmaydi. Uni o'z martabasida qo'yib qo'yishimiz lozim. Haqiqatan ishlarning eng xatarligi shar'iy hukmlarning martabalari orasidagi chek-chegarani yo'q qilib o'tish. Şari onun arasında farklarını kılgan turup netice ve tesiride. Şer'i hükümlerinin mertebeleri arasındaki farklar yokturulsa onun arasındaki netice ve tesirdeki fark mı birliği yok yapıdır. Şunun için en xatarliki şer'i hükümlerinin mertebeleri oturuştaki çek-çegiranı. Bunu yokutuş, bunu tügütüp ötiş bak xatarlik. Bunda bo'lganda neticesi mi yamaniyaga berib qoladi. El makruhat. Yani şübhlerden kin makruhatga kelamiz. To'salgan, cheklangan ishlarning eng tuvan martabasida makruhlik keladi. Maqsad uning bilan makruh tanzih. Yani o'zini pak tutish makruhlari. Ma'lum ki bu yerda makruhi tahrimi bor, makruhi tanzihi bor. Makruhi tahrimi degan o haromga yaqinroq bo'lgan narsa. Makruhi tanzihi degan o halolga yaqinroq bo'lgan narsa. Mana bu makruh degan so'z bilan iroda qilinadigan maqsaddir. Mutlaq keltirgan chog'da. Makruh deyilgan chog'da shu makruhi tanzihini halolga yaqin bo'lganni, makruh tahrimi deganda halolga yaqin bo'lgan. İniq haram degili olmaydigan, keskin haram degili olmaydigan, ama haramga yaqin bo'lish ehtimoli bor. Halol degili olmaydigan, halolga yaqin bo'lish ehtimoli bor. Buning nurg'unlagan
ma'lum misollar bor. Shu Riyoz Imom Navoiy radhiyallohu anhuning Riyozus Solihin deganga o'xshagan kitoblarni izlanib bakkan kishi nurg'un misollarni topalaydi. O kishi o misolini makruhliga so'zlagan. Masalan, yulinib o'ltirib, sapa o'rindiqqa yulinib o'ltirib yeyish bu makruh tanzih, halolga yaqin. Asli durust, ammo payg'ambar alayhisolamning bir to'sqan hadisiga asosan durust emasmigi degan bir qarash bor. Tulumning og'zidan va uning o'xshagan, masalan, chelak yoki turba bugungi kunda buning og'zidan suv ichish makruh. Shu turbaga og'zimizni opirib yoki chelakka og'zimizni opirib bunda suv ichish bu makruh. İçimlikka, yani qiziq ichimlik bo'lsa, puydashning makruhligi, o'ng qo'l bilan istinjo qilishning makruhligi, o'ng qo'l bilan sababsiz avratini tutishning makruhligi. Sabab bo'lib qolsa, so'l qo'lida bir narsa bo'lib qoldi, yo so'l qo'li yo'qkan bo'lib qolsa, bu boshqacha. Bir tal oyoqda minishning makruhligi, masalan, putiga bir oyoqni kiribdi, yana bir putida oyoq yo'q, bundan minishning makruhligi. Masjidda chidallishish va u yerda yuqori ovozini ko'tarish buning makruhligi. Masjidda juma kunisi imom xutba o'qiyotgan chog'ida yo'ginib o'ltirib olish, butun kallalarini yo'gab o'ltirishning makruhligi. Qizitmini tillashning makruhligi. Xo'roz chillisa uni tillashning makruhligi. Gap qilgan chog'ida og'zini cho'ng ichib turib, cho'nqurlab ketishning makruhligi. Og'izni ichib yo'g'on qilishning makruhligi. İnsanning duoda Allohumma g'firli in shi'ta, ey Alloh, mening gunohimni kechirim qil xohlasang deyishning makruhligi. Maşallah ve şa'a fulan, Allah xolisa ve falani xolisa degan so'zning makruhligi. Xutbamdan keyin gap qilishning makruhligi, taom oldiga kelgan chaqda namoz o'qishning makruhligi, juma kunini maxsus ro'za tutishning makruhligi yoki juma kechasini boshqa kechalarning orasidan qiyom qilib bilan xoslashning makruhligi. Özrisiz rayhonni rad qilishning makruhligi. Mana bundaq makruhlar bu Riyozus Solihinda bachcha. Bu makruh tanzihi bu. Yani qilsang bo'laveradigan, qilmaganlikni yaxshi qilsang bo'laveradigan. Innal makruh kama yu'arrifuhu ulama va ma kana fi tarki ajr va lam yakun fi fi'lihi wazr. Makruh degan ulamalarning ta'rif tunishtirishcha u makruh degan uni tashlaganlikda ajri bo'ladigan va uni qilganlikda gunoh bo'lmaydigan ish. Bu makruh. Tashlasangiz ajri, qo'ysangiz ajri, qilmasangiz ajri, ammo qilsangiz gunoh bo'lmaydigan ish makruh. Unda da makruh tanzihini qilgan kishiga azob yo'q, jazo yo'q. Faqat malomat qilinadi. Agar u kishi shunda ishni qilganlikqa malomat qiladiganlarninki darajasida bo'lib qolsa, bo'lib bundan takrar bo'lib qolsa, ya'ni u kishilarning oldida o'lga, yo kishilarning oldida namunalik shaxslar yoki u musulmonlarning yetakchilari bo'lib qolsa, bunda odamga loyiq bo'lmaganligi uchun sizga yarashmaydimi u deb qo'yiladi. Lekin bunda ishlar inkor qilishga tegishli emas. Ishbtaqi uni qattiq inkor qilishdan ish. Bunda adni inkor qilib, ayblab, to'sab, buning bilan jidallish to'g'ri emas. Shuningdek, insonlarni makruhga jang qilish bilan mashg'ul qilish to'g'ri emas. Vaholanki ular uch haromga tushib qilayotgan. Uch haromga tushib o haromni qo'yib turib, makruh bilan so'qishib, makruhni qildi deb uning bilan ziddiyatlashib qilish bu durust emas. Demak, Alloh taolo cheklagan bu manhiyatlarning ichida birinchisi kufrlik. Biz bu kufrni bir nechaga bo'ldik. Uningdan keyin
şirk, nifak, kabir günahlarının kalpteki kabir günahlar, aşkarı kabir günahlar, en yaman kabir günahlar, anındınken şübheli günahlar, mekruhlar, manın bu şunda qatada bu şeriatning menhiyat cheklangan, to'silgan ishlarning qatorida bu ret bilan tizilib keladi. Buningga o'zgartish, qarashtirish va buni tuzashda shu ret va tartib bo'yicha tuzish tegishlik va tuzishga loyiq. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taolo darsimizni davom ettirishni nasib qilsin. Bi rahmatika ya rahman.